Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Samarqand viloyati bo'limi tomonidan tashkil etilayotgan podkastimizning navbatdagi mehmoni Zarafshon va Samarkandskiy Vestnik gazetalari maxsus muharriri, Shuhrat medali sohibasi Mo'minova Gulruh Komilovna. Gulruh opa, avvalo xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Assalomu alaykum. Birinchi savolimizdan boshlashdan oldin sizga shunchaki o'zim yuzlamoqchiman. Mana shu jurnalistika sohasiga kirib kelishingiz qanday bo'lgan va bu sohani agar tanlashingizda nimalar sababchi bo'lgan, shu haqida ozroq so'z yuritsangiz opa. Avvalambor rahmat taklif uchun. Jurnalistika sohasiga kirib kelishim juda oddiy bo'lgan. Juda oddiy bo'lgan degan bilan juda oddiy emas. Bolaligimdan boshlangan desam xato bo'lmaydi. Ya'ni kuryerlikdan boshlanganda dadam rahmatli gazeta o'qimasdan turib tushlik qilmasdilarda. Shu 6-sinfmi adashmasam 5-sinf bo'lgan paytim, u paytlar aynan mana shu o'zim hozirgi kunda faoliyat yuritayotgan Zarafshon gazetasi Lenin yo'li deb nomlanardi va o'sha paytlarda matbuot do'konlarida, ya'ni kioskalarda soat 2 da gazetalar kelardi va o'sha aynan 2 da borib gazetani sotib olmasam, gazeta tugab ketardi. Shunchalik odamlarda gazeta o'qishga bir qiziqish juda kuchli bo'lgan va men o'z vaqtida borib gazeta sotib olib dadamni stoliga qo'yishim kerak edi. Dadam ishdan kelib albatta gazeta o'qib, agar gazeta stollari ustida bo'lmasa ovqatlanmasdilar. O'sha uchun men shunchalik o'sha paytdan boshlanganda xayolimda shunchalik gazeta bir katta bir ovqatlanishdan ham deylik kattaroq, muhimroq bir narsamikan degan bir hayratlarim o'sha paytda boshlangan va o'zim ham beixtiyor o'sha gazetalarni varaqlay boshlaganman. Keyinchalik o'sha gazetalarda o'sha maqolalarni yozgan, bu maqola qanaqa yoziladi, nima uchun bu yoziladi deb dadam bilan doimiy savol javob qilardikda. Birinchi o'sha o'qigan maqolalarimni ostida o'sha muallifini jurnalist, falonchi jurnalist deganini o'qib, men ham shunaqa bo'la olarmikanman degan bir xayollar o'tgan. O'sha xayollar mana yillar o'tib jurnalistikaga topshirishimda orzularim bir qadar ushaldi. Keyin o'sha jurnalistika topshirganimdan keyin Samarqand davlat universitetida filologiya fakultetida jurnalistika bo'limi mavjud edi. O'shani bitirayotgan paytim tahririyatlarga bordik, televideniyaga bordik va bir qancha o'sha o'zimiz sohamizga tegishli nashrlarda bo'ldik va amaliyot davomida bildimki, jurnalistika meniki. Men shu sohada ishlashim kerak. Va tabiiyki o'sha buyog'i taqdirni nimalari deymiz-ku, qismatimga demak jurnalistika yozilgan. Qismatingizdan rozimisiz? Albatta. Taqdirimizdan rozimisiz? Albatta, chunki aynan shu sohani men har safar o'sha boshqa sohalar, boshqa soha vakillari bilan gaplashaman, boshqa soha vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazamiz, mana suhbatlar uyushtiramiz va shu vaqt davomida anglaymanki, qanchalik jurnalistikani tanlab xato qilmaganimni har doim. To'g'ri, og'irliklari ko'p, qiyinchiliklari juda ko'p, ayniqsa ayol kishiga, lekin hech qachon bu sohani tanlaganimdan afsuslanmaganman. Qolaversa taqdirimga boya yana o'sha qismat masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, peshonamga o'sha sohamni tushunadigan turmush o'rtoq tushdi va mana shu masala menga yana ham o'sha ishimni bemalol, xotirjam va oilamdan xotirjam holda amalga oshirishimga imkon berdi. Mana shu oxirgi aytgan gapingiz lekin eng muhimida. Eng muhimi sizni tushunadigan va sizni kasbingizga hamroh bo'ladigan inson bo'lsa, shunday. Menimcha keyin kasbingiz ko'pincha u kishini ham boshlanib qotiramanda, falon joyga bordim, mana shunaqa muammo bor ekan. Ya'ni biz oila davrasida ham jamiyatdagi muammolarni gapirib vaqtimizni o'tkazamizda asosan. O'shanda bir kuni kimdir savol berdida, shunaqa savol berdi. Umuman oilada qaysi mavzularni ko'proq ko'tarasiz deganda, o'sha payti o'ylay boshladim. Biz o'ylab qarasam, hatto bolalar davrasida ham, umuman turmush o'rtog'im bilan ham asosan o'sha jamiyatdagi masalalar, jamiyatdagi muammolarni o'rganar ekanmiz va bu narsa ham qaysidir ma'noda ehtimol tarbiya masalasidir. Ya'ni bolalarni ham, farzandlarni ham aynan shu jarayon bilan bilimini oshirish, o'sha ma'naviyatini oshirish, o'zini immunitetini oshirishga xizmat qilgandir balkim deb o'ylayman.
Opa qarangda, hozir zamon rivojlanyapti. Shunday. Hamma narsa rivojlanishda, masalan, texnikamiz, texnologiyamiz oldin deylik, oddiy mikrofon topish qanchalik qiyin bo'lgan bo'lsa, hozir u muammo emas. Shunday. Uni o'nlab turlari bor hatto. O'nlab turi bor va eng kichkinasi ham hozir biz o'zimiz ishlatyapmiz. Endi bitta o'rinli savol tug'iladi. Hozir juda ko'pchilik sohalar xavf ostida deymiz. Shunday. Nimaga? Sababi bizda sun'iy intellekt paydo bo'lib qoldi. Shifokorlikmi yoki teleboshlovchilikmi, umuman sun'iy intellekt natijasida hamma narsani yarata olyapmiz. Shunday. Biz ham bitta xonani bir burchagida o'tirib, bemalol sun'iy intellektdan montaj usullarini ham o'rganyapmiz o'zimiz. Endi shu yerda bitta savol. Sizni masalan kasbingizda qo'rqmaysizmi ertaga sun'iy intellekt egallashdan yoki sun'iy intellekt egallolmaydigan kasblar bormi? Shu qatorda siz jurnalistikani o'rniga qo'ya olasizmi? Bundan bir necha yil avval biz doim endi o'sha axborot oqimini ichida yurganimiz uchun aytishim kerak, juda kuchli bong, hali sun'iy intellekt nima ekanligini biz tasavvur qilolmaydigan bir paytlarda xavfi bor. Ya'ni o'sha kasblarni umuman bu jamiyatdan yo'q bo'lish xavfi bor kasblar e'lon qilingandi. New York Timesda bir nechta o'sha xorij nashrlarida e'lon qilingandi va biz bu xabarlarni tarjima qilib berganmiz. Ularning orasida jurnalistika ham bor edi. Adashmasam yuristlik, huquqshunos va bir nechta kasblar bor edi. Va o'sha paytlar biz hayron qolardik, u qanaqa qilib bizni o'rnimizni bosar ekan. Va mana buni qarangki, va biz bugun o'sha sun'iy intellekt ancha rivojlanib, jamiyatga, hayotimizga tatbiq etilayotgan bir davrda yashayapmiz. Allaqachon shunchalik tezlashyapti, boya aytganingizdek. Va uni sun'iy intellektni imkoniyatlarini bilib qanchalik qoyil qolsak, lekin baribir shu o'rinda inson omilisiz bu narsa bo'lmasligini ko'proq tushuna boshlayapmiz. Juda ko'pchilik bong uryapti, sun'iy intellektga juda ko'p ishonib qolmanglar. Sun'iy intellekt baribir inson o'rnini bosolmaydi. Xuddi shunday, inson o'rnini bosolmaydi, lekin undan o'z o'rnida foydalanib, inson o'zini vaqtini samarali o'tkazishi mumkin. Ya'ni deylik biz falon bir matnni tarjima qilishda ilgari qiynalgan bo'lsak, bugun tayyor sun'iy intellekt buni tarjima qilib beryapti. Biz uni vaqtini yana ham bir samaraliroq, bir foydaliroq yana ham ishlarga sarflayapmiz. Ya'ni vaqtimizni tejayapmiz va unumliroq foydalanyapmiz. Sun'iy intellekt ana shu ma'noda biz uchun juda qulay. To'g'ri, meditsinada undan juda samarali foydalanilyapti. Qolaversa, mana huquqshunoslik sohasida juda tayyor bir, lekin uni baribir ham inson aqli, insonni deylik o'sha tafakkurisiz uni tatbiq etib bo'lmaydi. Ya'ni baribir ham biz uni qaysidir ma'noda nazorat qilishimiz kerak. To'g'ri, texnologiya mana deylik o'sha zavodda qo'l kuchi kamayyapti deylik. Mana shu ma'noda muammolar bo'lishi mumkin, ya'ni mehnat. Endi bu masalada ham mutaxassislar allaqachon o'zini bir xulosalarni berishdi. Qanaqa xulosalar? Deylik, endi mehnat kuchi mana bu sohalarga ko'proq qaratilsin. Odamlar endi mana bu sohani ko'proq egallay boshlasinki, nonsiz qolmasin, ya'ni ishsiz qolmasin degan ma'noda. Bir ustozimiz aytadi, men o'zimdan qo'rqmayman, men farzandimdan ham qo'rqmayman, faqatgina nevaramdan qo'rqaman. Chunki ularga qiyin bo'ladi. Ularda sun'iy intellekt davri kelganda, masalan, siz hozir bir maqola yozmoqchisiz, jurnalist sifatida. U maqolangizda deylik ChatGPTdan yoki Geminidan maqolani olsangiz bo'ladi. Shunday. Bu bitta tomon, sizni kasbingizga bo'lgan xavf yoki umuman kasblarga bo'lgan xavf deyish mumkin. Yoki o'sha tibbiyotda dedingiz, tibbiyotda o'sha kasallikda bitta barmoq bilan qon orqali kasallik sun'iy intellekt o'zi hozir qo'yib borilyapti. Bu degani bir nechta o'sha lavozimlar deylik, o'sha bir nechta ishchilar o'rni bo'shab qoladi deganida. Qisqaradi. Qisqaradi. Umuman hozir keling yaxshi sizni sohangizdan o'tamizda, keyin bizni sohamizga yaqinlashamiz. Hozir mana siyosiy jarayonlar, islohotlar shu darajada bo'lyaptiki, iqtisodiy o'sish juda ko'tarilyapti. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, agar bir qushning ikki qanoti bo'lsa, biri iqtisodiyot, biri ma'naviyat. Ma'naviyat. Xo'p, iqtisodiyot, men bilamanki, anchadan beri shu bo'yicha gaplarimiz, ma'ruza qilamiz. Iqtisodiyot insonni cho'ntagini to'ldirishi mumkin. Kezi kelganda uni qorinini to'ydirishi mumkin. Boshqa mana bank sohasida ishlaydiganlar biladi bu narsa. Lekin ma'naviyat bizga nima qilib bera oladi? Ma'naviyat juda katta kuch. Ma'naviyat bizga juda katta narsa beradi. Ma'naviyatni biz bilasizmi, uzoq yillar juda bir maishiy darajaga tushirib qo'ydikda. Nega deganda, biz ma'naviyat deganda o'sha
bolalarni yurish turishini ma'naviyatchi qarashi kerak, kiyimini, kechagini yo umuman o'zini jamiyatda o'rnini ma'naviyatchi javobgar degan bir qanaqadir bir qolip fikr paydo bo'ldida, aslida ma'naviyat o'zi nima ekanligiga agar e'tibor qaratigan bo'lsak, u juda chuqur tushuncha. O'zi so'zini o'zi ma'nosidan olaylik, ma'nolar mujassam bo'lgan tushuncha, ya'ni unda insonni axloqiy, falsafiy, ilmiy, diniy qarashlari mujassam bo'lgan tushuncha. Ya'ni u o'zidan o'zi odam tug'ilgandan ma'naviyatli bo'lib qolmaydi. E'tibor bering-da, mana bugun biz kimgadir bir nisbat berayotganda, kimnidir bir sifatlayotganda ma'rifatli deymiz, ziyoli deymiz, lekin ma'naviyatli degan so'zni har kimga ayta olmaymiz. Madaniyatli deya olamiz. Madaniyatli deymiz, ma'rifatli deymiz, bilimli deymiz, ziyoli deymiz, lekin ma'naviyatli deganda baribir bir o'ylab olamizda. Shunday. Nimaga? Chunki bu juda chuqur tushuncha. Ma'naviyatli odam bu juda bir boshqacha tushuncha deb o'ylayman-da. O'sha nafsini idrok qila oladigan, nafsidan g'olib kela oladigan odam. Har tomonlama bu juda chuqur tushuncha. Endi suhbatimiz davomida menimcha hali bu jarayonga ochib beramiz. Shuning uchun hamma fikrimni birdan aytib qo'ymay. Mana tashkilotlarga boramiz yoki tumanlarga chiqamiz, ma'naviy ma'rifiy ishlar holatini o'rganishga yoki qanday ketyapti deymizda, shu yerda har bitta tashkilotda ma'naviyat xonasi bor. Men aytaman-da, ma'naviyat xonasi bor. Nega madaniyat xonasi yo'q deymanda? Savol sizga. Deyman o'sha tashkilot rahbariga. Chunki ma'naviyat insonni inson qiladigan, uni fazilatlarini ko'rsatib beradigan bir tuyg'u. Biz uni ushlab qola olmaymiz, qo'limiz bilan ushlab olmaymiz. Albatta. So'z bilan ta'riflab berishimizga so'zimiz kamlik qiladi. Uni faqatgina biz nima qilamiz? Ko'rsatib bera olamiz. Shunday. Ko'rsatib bera olamiz. Umuman jamiyatda ma'naviyatli insonlar qanchalik ko'p bo'lsa, u shunchalik yuksaladi. U shunchalik yuksalib, o'zini yana ham kengroq namoyon qila boshlaydi. Mana bugun endi yaxshi bir e'tibor qaratilyapti deb o'ylayman. Yana ham bir yuqori o'zanga chiqdi-da, o'sha maishiy darajadan yana ham yuqori bir darajaga chiqyapti. O'sha ma'naviyat bilan shug'ullanadigan tashkilotlarimiz ham va boshqa tizimlarda ham insonni deylik bilimi yaxshi bo'lishi mumkin yoki deylik bir olim odam bo'lishi mumkin-da, lekin qaysidir ma'noda adolat mezonlariga amal qilmasligi mumkin. Bu insonni ham biz ma'naviyatli deb ayta olmaymiz-da. Yoki yaxshi bir o'zini sohasida zo'r mutaxassis bo'lishi mumkin-u, lekin ko'cha-kuyda o'zini tutishi hamin qadar bo'lishi mumkin. Shu ma'noda ma'naviyat tushunchasi juda yuqori pog'onada deb o'ylayman-da. Yoki deylik, ayniqsa favqulodda holatlarda insonni o'sha ma'naviy dunyoqarashi yana ham keng namoyon bo'ladi. Biz har kuni bir sipo, chiroyli bir kiyimlarda yurishimiz mumkin, chiroyli gapirishimiz mumkin, lekin jahl kelganda u o'zini qanaqa tutadi? Shunaqa insonlar bor, jahl bilan juda ko'p ichidagi o'sha negativlarini u inson haqida men ma'naviyatli deb ayta olmayman baribir ham. O'zimni shaxsiy fikrim agar bo'ladigan bo'lsa. Shunday, insonni qandayligini bilmoqchi bo'lsak, uni jahlini chiqarib. Shunday, favqulodda holatlarda deylik, mana hozir ro'za Ramazon oylarida e'tibor bering, kechqurun soat 6 dan keyin yo'llar tiqin bo'ladi. Endi o'sha payti yaxshi bilamiz, hamma o'sha iftorlikka shoshyapti, hamma shu o'sha amalini bajarishga shoshyapti-yu, lekin o'sha paytda haydovchilarning bir-biriga munosabatini bir e'tibor bering-da. Bu achinarli holat. U mayli deylik, o'sha hamma ham biz o'sha o'ylagandek ma'naviyatli, ma'rifatli bo'lishni talab qila olmaymiz, lekin u aynan mana shunaqa bir muqaddas oyda ham o'zini tutishi bir hamin qadar bo'lgandan keyin undan juda katta narsa kutish qiyin deb o'ylayman. Biz yaqinda Argus testiga kirdik-da. Argus testni topshirganimizda bilasiz, o'zini kriteriyalar bor. Argusda masalan IQ darajasi, shunday va IT darajalarini tekshirib ko'radi. Shunda aytdim-da, masalan, qanday ishlasa qaysi savoldan tushadi, qaysi fandan tushadi deganda, u aniq fani yo'q, unga tayyorgarlik ko'rib bo'lmaydi. Faqatgina bor bilimingizni siz chiqarib bera olasiz shu yerda, shu paytgacha olgan bilimingizni. Siz hozir bu gapni nimaga aytdim? Ma'naviyat ham xuddi shunday. Ma'naviyatni o'rganib bo'lmaydi. Uni faqatgina o'ziga shu jamiyatda shakllanadigan narsa deyman-da bu narsani. Lekin bitta tomoni bor, opa. Agar vatan ostonadan boshlanadi deymiz, tarbiyani oiladan olamiz deymiz, lekin ma'naviyatli inson qayerdan paydo bo'ladi? Ma'naviyatli inson oiladan chiqadimi, jamiyatda shakllanadimi yoki ijtimoiy muhit unga ta'sir qiladimi? Shunga ham bir to'xtalsangiz.
Bu juda chuqur savolda. Chunki biz Uzr, yana shu joyga nima qilib ketay, qo'shimcha qilay. U genga ham bog'liqmi? Masalan, genetika. Otasi ma'naviyatli, onasi ma'naviyatli, bu ham ma'naviyatli bo'ladimi? Shu savolga. juda katta ehtimol bilan shunday bo'lishi bir deylik 70-80% ha deb o'ylayman. Baribir ham o'sha gen biz ziyoli deymiz-ku. Qarang, ma'naviyatli demaymiz, baribir ham ziyoli inson deymiz. Ziyoli inson qachon o'sha 3 avlodi o'sha o'zini deylik oliy ma'lumotli, ma'lum bir o'qituvchi yoki bir shu sohalarda ishlagan insonni ziyoli deb o'lar ekan. Yaqinda shunaqa bir fakt eshitdim. Lekin ma'naviyatli inson menimcha haqiqatan aytganingizdek ba'zida tug'ma bo'ladi hamda, lekin oiladagi muhit juda muhim. Baribir ham birinchi navbatda o'sha oiladagi muhit, ota-onani ibrati eng birinchi o'rinda turadigan narsa. Yuqorida yana to'g'ri ta'kidladingiz. Ma'naviyat oson osmondan tushadigan bitta kitobni o'qib yo ikkita kitobni o'qib ma'naviyatli bo'lib qolmaydi odam. Odam bu boya yuqorida aytganimdek falsafiy, ilmiy, badiiy, axloqiy, diniy qarashlari insonni tajriba bilan keladi. Bir kunda, 2 kunda kelmaydi. Yillar davomida tajriba bilan keladi. Shu ma'noda inson ehtimol men bir paytlar shunaqa deb yozganman. Chumchuq uyasida ko'rganini qiladimi deb savol qo'yganman. Chunki shunaqa oilalar bor. To'g'ri, ehtimol qayerdadir xatoliklari bordir, lekin o'sha yerdan chiqadigan farzand umuman boshqacha bir dunyoqarash, boshqacha bir fikrlash bilan o'zini o'zi rivojlantirgan bo'ladi. Bor, u ehtimol alohida holatdir. Qolaversa biz yaxshi bilamiz, inson ehtiyojlari degan bir piramida borda. Dunyo miqyosida tan olingan Maslow piramidasi. Ya'ni insonga birinchi ehtiyojlari nima? O'sha yeyish ichish, boshpana, keyin tinchlik, ya'ni unga xotirjamlik kerak albatta yaxshi yashash uchun. Keyin undan keyin ta'lim, bilim, ma'naviy, madaniy dunyoqarashlar. O'sha Maslow piramidasi haqida bir tushunchaga ega bo'lgan paytim juda ko'p tortishganman-da. Bizni o'sha tasavvuf olimlarimiz, sufiy olimlarimiz deylik yeb ichishdan o'zini batamom cheklab o'sha eng yuqori cho'qqiga erishgan, ya'ni ma'naviyatni, o'sha deylik ma'rifatni eng yuqori cho'qqisiga erishgan, o'sha birinchi o'rinda qo'yiladigan siz ham erishsa bo'ladi degan bir o'zimda bir qanaqadir bir isyonim bor edi-da, chunki sharq falsafasi, sharq dunyoqarashi meni doim maftun qiladi. O'sha sharqdagi olimlarni o'zini qanchalik yuqori bir darajada ko'rsatganlari. Doim faxrlanaman. Faxrlanish tilda emas, faqat ularni ilmini o'qib, o'rganishni juda ham yoqtiraman. Aytmoqchimanki, o'sha isyonim bugunga kelib biroz xato ekanligini anglayapman, chunki uni qaysidir bir favqulodda insonlarga taqash mumkin-da. Ya'ni ommaga taqaydigan bo'lsak, baribir birinchi navbatda inson o'sha deylik o'sha birinchi ilk ehtiyojlari baribir bajarilmasdan ma'naviyatga odam erisha olmaydi. Umumiy hisoblaganda o'sha Maslow ham bu nazariyani o'ylab topganda osmondan olmagan. Ya'ni umum insoniy bir qilib o'lchagan. Shu ma'noda aytmoqchiman, ma'naviyat yillar davomida va inson o'zini o'zi o'rganib, o'sha jamiyatni atrofida qarab, bir umumiy bir nimadan o'zini alohidalagan holda erishishi mumkin deb o'ylayman. Boya boshda ta'kidladingiz-da, opam. Nafs dedingiz, ma'naviyat, nafsni jilovlash dedingiz va hozir ehtiyoj sifatida aytyapsiz ma'naviyat. Nafs va ehtiyoj degan narsa bir-biriga zid. Xuddi bu falsafa, men ham o'zim falsafani tugatganman Sanguda. Falsafa qachon paydo bo'ladi? Faylasuf inson shubhatiga borsa, keyin faylasuf bo'ladi. Har narsadan shubhalanib, uni tagiga yetmoqchi bo'lsa, shubha bo'ladi. Endi shu o'rinda ma'naviyat ham qandaydir boyaga nafsni jilovlash dedingiz-ku, ehtiyojlarga bog'liq. Va bitta narsa, insonni harakatga ikkita narsa keltiradi deymiz. Birinchisi qo'rquv bo'lsa, ikkinchisi manfaat. Xo'p, sizda bu yo'nalishda nima harakatga keltiradi? O'zimni ichki pozitsiyam bo'lsa kerak. Chunki har bitta inson yashar ekan, umuman yashashi davomida o'zini
ko'proq topishga intiladida, o'zligini, kimligini aniqlashga harakat qiladi. Umuman hayotdan yashashdan maqsadi bu azaliy savol: kimman, nimaman? Aynan ana shu azaliy savollar qarshisida qoladi-yu va o'zini ichki baribir qoidalari bo'ladi-da. Shu ma'naviyat ham xuddi shunday deb o'ylayman. Ma'naviyat insonni bir ichki prinsiplari bo'lishi kerak-da. Ichki prinsiplari o'sha butun nafaqat jamiyat qonun qoidalari, balki o'zini qonun qoidalari ham bo'lishi kerak insonni. Ana shu narsa meni ko'proq harakatga keltiradi. Ya'ni men o'zimni balki xohishmi? Ichki xohish bo'ladi. ichki xohish, ichki nazorat ko'proq deylik. Ichki nazorat. Ma'naviyat siz uchun nazoratmi yoki umuman boshqa narsami? Ichki Lekin axloq mana falsafada nazorat degani sal deylik nima qilaylik? O'sha jamiyatni nazorati emas, insonni o'zini ichki nazorati. his-tuyg'ular nazoratmi? Ha, his-tuyg'ular, umuman tartib, o'zini tartibga qanchalik rioya qilishi, deylik o'sha jahl kelganda o'zini jilovlay olishi, mana shuni hammasini o'zini insonni ichki nazorati deb o'ylayman-da. Yoki yuqorida aytgan gapim, o'zini silliqqina ko'rsatadi, jamiyatda yaxshi yurish-turish qoidalariga amal qiladi-yu, lekin favqulodda holatlarda o'zini boyagidek namoyon. Ana shu namoyon qilmasligi uchun ham ichki nazorat kerak deb o'ylayman. Bu osonlik bilan paydo bo'lmaydi. Bu ilm, kitob, kitobga ko'proq tayanish kerak baribir deb o'ylayman. Ko'p kitob o'qish, o'shanga bog'liq baribir. Yaqinda bir jurnalistlar davrasida tortishuv bo'lib qoldi. Kitob o'qigan bilan ko'p narsa hal bo'lmaydi. Shunday. Ko'p narsa deylik o'sha boyagi gapimda, kitob o'qish bilan hamma muammoni hal qilib bo'lmaydi. Ya'ni biz hamma o'sha ma'naviy muammomizni, ma'naviy masaladagi, ma'naviyat masalasidagi muammomizni faqat kitob o'qish bilan hal qila olmaymiz. Chunki mana shunaqa odamlar bor, dahshat kitoblar o'qigan, lekin uni poraxo'rligini qarang, yoki korrupsiyasini qarang, yoki boshqa deb aniq bir misollar bilan aytishdida, to'g'ri, aynan ana shu yerda ma'naviyat yordamga keladi-da. Demak, uni biz qancha kitob o'qigan bo'lmasin, o'sha o'zini ma'naviyatini topa olmagan inson deb o'ylayman. Bir joyga ma'ruza qilishga borganimizda yoshi 50lardan o'tgan bir bo'limni rahbari shu yerda savol beryapti. Bizning davrimizda 50 yoshdan o'tgan, endi pensiya yoshi yetmagan 60 yoshlar atrofida, bizning davrimizda ma'naviyat targ'ibotchisi bo'lmagan. deyapti-da. Endi biz targ'ibot sifatida borganmiz u yerga. Endi nimaga kerak bo'lib qoldi? Shu o'rinda sizga savol. Hozir globallashuv zamonida bizga tahdid bo'ladigan omillar qanaqa omillar tahdid bo'lyapti va biz unga yechim topa olyapmizmi? Umuman ma'naviyatimizga tahdid demoqchimisiz yoki umuman tahdid haqida gapiryapsiz? Keling, ochiqcha aytaman, kerakmi o'zi ma'naviyat targ'iboti? Uni targ'ibot qilishimiz kerakmi? Shartmi? Shartmi? U odam o'zida bo'ladi dedik-ku. Shunday. Yo'q. Bugun hozir bilasizmi? Yaqindagina hozir shu maqolani o'qib kelyapman. O'zim tahrir qilganman. Zarafshonda tibbiyotchi olimlar bir maqolasi e'lon qilindi. Ya'ni bugun shizofreniyaga chalingan, xorijda tadqiqot o'tkazilgan, shizofreniyaga chalingan aholini 47% ijtimoiy tarmoqlarga mukkasidan ketgan. 79% o'sha ijtimoiy tarmoqlarga bog'langan. Ya'ni qaysidir ma'noda ijtimoiy tarmoqlarga bevosita bog'liq. Bu nima degani? Ijtimoiy tarmoqlar hayotimizga bugun o'sha globallashuv, axborot oqimining keskin ko'payishi bizga xohlaymizmi, xohlamaymizmi ta'sir qilyapti. U bizni ma'naviyatimizga daxl qila boshlayapti. Deylik, bugun biz aytardikki, negativ deylik o'sha yovuzlik, qotillik va shu kabi negativ axborotlar tarqalmasin. Bu inson ongiga ta'sir qiladi, insonni qaysidir ma'noda yovuzlikka undaydi va boshqa holatlar haqida ko'p gapirardik-da. Lekin bugun afsuski yaxshi axborotlar ham insonga yomon ta'sir qilyapti. Qanday? Bugun qisqa videolar tobora ommalashyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, qisqa videolar aynan shu maqolada yana shunaqa fakt keltirilyapti. Qisqa videolar insonni o'sha tafakkurini yana ham pastlashtirib qo'yyapti. Ya'ni ilm o'rganish, nimanidir o'rganish qobiliyatini keskin pasaytiryapti. Bu bizning olimlar emas, umuman butun dunyo olimlari
nafaqat bizni butun dunyo olimlari shunaqa fikrga kelyapti. Bu juda dahshatli fakt aslida. Bu bizni ma'naviyatimizga daxl qila boshlayapti. Ya'ni biz qadriyatlarimizni mensimayapmiz. Tobora bir paytlar o'sha konstitutsiyada mamlakatimiz konstitutsiyasi tomon juda ko'plab qonunlarda shu narsalar keltirilgan edida. Ya'ni qadriyatlarimizni yuksaltirish va shu gaplar bor edi. O'sha paytlar bundan deylik oldingi yillarda hayron qolardim. Bizni qadriyatlarimiz, oilaviy qadriyatlarimiz qanaqa qilib yo'qolishi mumkin? U biz bilan davom etadi. Va buni qarangki, bugun keskin uzilish paydo bo'lyapti. Nima uchun biz bugun mana shu ma'naviy targ'ibotga yana ham ko'proq ehtiyoj sezyapmizki, mana shu uzilish sodir bo'lmasin. Bu uzilish sodir bo'lsa, insonligi allaqachon o'zanidan chiqib ketadi. O'sha biz bilgan mashhur o'sha Sizif afsonasi, xarsangtoshni bir insonni xarsangtoshni doimiy dumalatishi, hech qanday bir ma'nosiz, mazmunsiz yashash. Yaqinda mana Asqat Muxtorning bir fikrlarini o'qib qoldim. Biz 70 yil mana shu Sizif bo'lib yashadik. Bu juda dahshatli gap. Bu juda dahshatli iqror. Lekin bugun biz Sizif bo'lib yashamayapmizmi? Oldimizda mana shu kabi savollar bor va bu savollarga biz har birimizda javobimiz bo'lishi kerak deb o'ylayman-da. Fikrlar uchun rahmat opa. Hozir oilaviy qadriyatlar masalasini ko'taryapsiz-da. Shu o'rinda bitta savol paydo bo'ladi. Umuman shaxsiy o'zimning savolim bo'ladi. Sababi bizda mana oilaviy qadriyatlar bu aslida ma'naviyatimizdan kelib chiqqan. Shunday. Avvallari bitta narsa bo'lardi. Hozir ham bormi yo'qmi bilmayman. Shunday ibora bo'lardi. Otang o'tirgan uyning tomiga chiqma degan gap bo'lardi. Bu otaga, onaga nisbatan hurmat, izzat deganda. Bu hozir bu narsa o'zgardimi? Bu qadriyatimiz o'zgardimi yoki zamon ruhiga shakllanib qorishib ketdimi? Shu qayerdadir bormi shu narsa yo'qmi? Yuqorida aytayotgan gapimda biz bugun allaqachon o'sha qadriyatlarimizni yo'qotib boryapmiz-da. Bu juda afsuslanarli va mana shu yerda bizga endi jamiyat harakatga kelishi kerak. Ya'ni jamiyat deganda tegishli tashkilotlar harakatga kelmasa, biz uni yo'qotib qo'yish allaqachon. Nima uchun mana chet elda oldinlari juda ko'p shunaqa filmlar ko'rardim-da, oilaviy qadriyatlarni asrashga asoslangan. Aynan garchi yaxshi bilasiz, xorij filmlari bironta bir mafkurani juda bildirmay filmlariga singdiradi, lekin albatta unda bo'ladi o'ziga yarasha bir singdirmoqchi bo'lgan fikrlari va juda ko'pchiligida o'sha oilaviy qadriyatlar juda bir yuqori bir pog'onada ko'rsatiladi. Va keyinchalik shunaqa xulosa qildimki, ularda o'shanga ehtiyoj paydo bo'lgan. Ya'ni allaqachon oila instituti buzilib, o'zanidan chiqib ketgan bir holatda ular filmlar orqali turli boshqa bir richaglar orqali bu narsani asrab qolish va muhimi asrab qolish va kelajak avlodga yetkazish haqida qayg'ura boshlagan bundan bir necha yillar avval. Va biz bugun shu holga keldik. Bugun biz allaqachon o'sha ota-onani hurmat qilishing kerak deganda, oddiygina hurmat qilishing kerak degan nasihat bilan, ilgari deylik ota-bobolarimiz o'sha nasihat bilan o'sha gapga ko'nishgan. Lekin bugungi bolani u gap bilan ko'ndira olmayapmiz. Bugun ota-onalar bolasini tarbiya qilish uchun yana qo'shimcha bir nimagadir qo'shimcha ma'lumotga ega bo'lish kerak bo'lyapti. Ya'ni o'sha axborot texnologiyalarini yaxshi tushunish kerak, nimadir bilimlarga ega bo'lish kerak bo'lyapti farzand tarbiyalash uchun. O'zini anglagan, tushungan ota-onalar bunga amal qilyapti. O'sha bolamga nima bera olaman degan bir savollar qarshisida shu bilan birga ishlayapti. Lekin tushunmagan ota-onalar uchun bu narsa deylik juda jiddiy krizisga olib boryapti. O'z oilasi uchun ham, jamiyat uchun ham. Oilasi uchun demak o'sha bolasini to'g'ri yo'naltira olmayapti. Hatto bugun 8-9-sinfda o'qiydigan bolasiga bugungi zamonaviy kasblarni tavsiya qila olmaydigan ota-onalar borda, menga afsuski. Ya'ni chunki o'zi bu haqda bexabar. O'zi bexabar bo'lgach, u bolasiga nima bera oladi? Deylik shu 8-9-sinfda o'qiydigan bola unga mana bu masalalar bo'yicha bugun shunaqa narsalar bo'lyapti, men bugun mana shuni o'qishim kerak deganda, u bolasiga qarab o'tirsa, bolasiga nima deb javob berishni bilmasa, bu dahshat-ku. Mana shunday jarayonni o'zi bugun ota-onalar bilan ham juda ko'p ishlar olib borish kerakligini va ma'naviyat tashkilotlari, ma'naviyat targ'ibotchilari bugun
yana ham boshqacha bir o'zanda ishlash kerakligini taqozo qilyapti. Ya'ni borib qayergadir ma'ruza o'qib kelish, faqatgina ma'ruza o'qib kelish kerak emas. Uni o'zini to'g'ri bir yana ham yangi rakurslarda ishlash kerakligini taqozo qilyapti. Bugungi davr, bugungi texnika, bugungi texnologiya, bugungi axborot oqimi bunga qarshi juda jiddiy bir kurashishimiz kerak va ishlashimiz kerak. Birgalikda, hammamiz birgalikda, faqat ma'naviyat tashkilotlarini vazifasi deb o'ylamayman buni. Hammamiz birgalikda ishlashimiz kerak. Hozir siz aytadigan ma'lumotlarda masalan ota-ona agar o'zini farzandiga bugungi kundagi zamonaviy texnologiyalarni aytib bera olmasa, masalan bolasi nimadir so'raydi, ota-ona bilmaydi. Bilmaydi. Orada uzilish bo'ladi deyiladi. Deylik, meni dadam kiril o'qigan, alifbosda o'qigan, kiril alifbosda onam ham, otam ham shunday o'qigan. Men lotin alifbosda o'qiganman. Men o'qigan adabiyotlardagi ma'lumotlarni otam bilmaydi. Bilmaydi. Va hozirgacha lotin alifbosini bilmaydi. Faqat kiril alifbosida o'qa oladi. Bu orada uzilish bo'ldi, faqatgina bilim jihatdan. Lekin mehr jihatdan uzilish bo'lmadi. Men boshida aytganimdek, sizga hozir qadriyatlarimizni uzilishiga bitta Jamshid degan bir komedik bor edi. Jamshid Normatovda adashmasam. Shu aytadi-ku, otani tuflisini ko'rib qo'rqardik. Agar mendan oldin kiyib qo'ysa, men qo'rqardim kirishga. Hozir tuflisini tepib o'tib ketyapti deydi-ku. Zamirida, bu sizga bergan savolim zamirida mana shu narsa bor. Aytmoqchisizki, o'sha siz ko'proq bilimga, ya'ni bolani rivojlantirishga e'tibor qaratdingiz, lekin mehr haqida yo'q. Mehr tamoman boshqa narsa. Aslida bizning bilimimiz bu bilim, bu ma'rifat. Shunday. Mehr bu ma'naviyat deb bilaman. Mehr. Siz mehrni demak ko'proq ma'naviyatga taqar ekansiz. Bu shaxsiy fikringiz, yaxshi. Lekin mehr bu umuman tamoman boshqa tushunchada. Biz hamma butun agar mentalitetimizdan keling, ochiqcha gaplashaylik. Mentalitetimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bizni hamma oilalarimiz ham o'sha bizni ota-onalarimiz ham deylik sevilib turmush qurishadimi? Yo'q. Juda katta foizda deylik bu narsa ana shu rakursdan qaraydigan bo'lsak, u mehr baribir ham o'sha ota-onani bir-biriga nisbatan munosabatidan boshlanadi-da. U peshonasiga agar shunaqa bir mehrli, bir-biriga mehrli, bir intizomli bir oila bo'lsa mayli, lekin juda katta foiz oilalarimizda o'sha mehrni o'zi ham yo'q. Afsuski. U mehrni o'zi bo'lmagach, uni hech bo'lmasa boyagi biz aytgan oilaviy qadriyatlar, biz o'zimiz avaylab asraydigan o'sha oila institutini asrab qolishimiz kerak-ku. Biz endi mehr yo'q ekan deb, bu oilada mehr yo'q, bu oilada mehrni paydo qila olmaymiz, lekin juda ko'p oilalar o'sha mehrsiz ham o'zini oilaviy an'analarini asrayapti. Mehr deganda siz muhabbatni nazarda tutyapsizmi? Yo'q. O'sha mehr ota-onani bolaga mehrini nazarda. Ota-onani bolaga mehri ham bilasizmi? Ana shu aynan bir-biriga mehrdan kelib chiqadi. Shunaqa juda ko'p oilalar bor, bolasiga mehri yo'q, lekin tarbiyasi bor, ta'limi bor, fikri bor. Aynan o'shani bera olsa ham ota-ona bolada mehr paydo bo'ladi. Ya'ni ota-onam menga mana shu narsani qilib berdi. Oddiygina mehr bilan bilasizmi, ko'p narsaga ham baribir erishish mumkin. Lekin mehrni o'zi kamlik qiladi. U mehrni o'zi bo'lmagach, uni hech bo'lmasa boyagi biz aytgan oilaviy qadriyatlar, biz o'zimiz avaylab asraydigan o'sha oila institutini asrab qolishimiz kerak-ku. Biz endi mehr yo'q ekan deb, bu oilada mehr yo'q, bu oilada mehrni paydo qila olmaymiz, lekin juda ko'p oilalar o'sha mehrsiz ham o'zini oilaviy an'analarini asrayapti. O'sha aynan mehr deganda siz muhabbatni nazarda tutyapsizmi? Yo'q. O'sha mehr ota-onani bolaga mehrini nazarda. Ota-onani bolaga mehri ham bilasizmi? Ana shu aynan bir-biriga mehrdan kelib chiqadi. Shunaqa juda ko'p oilalar bor, bolasiga mehri yo'q, lekin tarbiyasi bor, ta'limi bor, fikri bor. Aynan o'shani bera olsa ham ota-ona bolada mehr paydo bo'ladi. Ya'ni ota-onam menga mana shu narsani qilib berdi. Oddiygina mehr bilan bilasizmi, ko'p narsaga ham baribir erishish mumkin. Lekin mehrni o'zi kamlik qiladi. Ibrat. Biz dadam xorijda ishlardi. Mehnat muhojiri sifatida va konvertga maktub yozib, rasmimizni boyagi tushib kelib qanday chiroyli yuborardik. Keyin telefon paydo bo'ldi, домашний telefon. Домашний telefonda mahallada bitta bo'lardi va o'sha bitta mahalladagi bo'ladigan telefonga haftada bir marta borardik
va 3 soat kutardik. U yoqdan telefon bo'lishini. Qoyil. 2005-yillar. 3 soat kutardik. Lekin hozir bizda ikkita telefonimiz bor, o'nlab ilovalarimiz bor. Ko'rib gaplashsak bo'ladi. Uni chehrasini ko'rsak bo'ladi, ovozini, emotsiyasini his qilsak bo'ladi. Shu yaqinlarimizni. Lekin hozir menga afsuski shunga vaqt topolmayapmiz. Vaqt topolmayapmizmi yoki bu ham bitta savolda. Nimadan bo'ladi? Vaqt topolmayapmiz. Xohish yo'qmi? Balki mehr uzilib qolgandir. Lekin biz xat yozganimizda ham juda mehrli edik. Bu ham o'sha boyagi bugun vaqt topolmayapmiz degan tushunchani juda ham yoqtirmayman. O'zim ham juda ko'p ta'kidlayman, lekin aytaman, lekin bu juda noto'g'ri deb o'ylayman. Vaqt bor, vaqt yetarli. Vaqt oldingidek bugun aytayotganimizdek o'sha ishimizni qaysidir ma'noda sun'iy intellekt yordam beryapti. Qaysidir joylarda nimalardir bo'lyapti. Biz o'sha o'zimizni holatimizni anglamaydigan darajada axborot oqimiga kirib ketganmiz. O'sha boya aytganimdek yana o'sha internet, telefon va boshqa o'sha gadjetlar. Aynan ana shu gadjetlar bizni hayotimizni juda ham bir orqaga solyapti. Bugun yaqinda bir katta bir ziyoli inson bilan suhbatlashganimda u nazorat qilaman dedi. Ijtimoiy tarmoqqa ketayotgan vaqtimni, telefonda shunaqa prilojeniyam bor dedi. Ijtimoiy tarmoqqa ketayotgan vaqtimni nazorat qilaman deyapti. Masalan, chunki u o'ziga ishonmaydi. Juda ziyoli inson, juda ko'p kitob o'qigan inson, rahbar lavozimlarda ishlagan inson. Buni qarangki, ijtimoiy tarmoqqa ketayotgan vaqtimni nazorat qilaman deb aytayapti. Ya'ni ko'proq ketib qolmasin o'sha vaqtim deyapti. Chunki u beixtiyor, o'zingiz meni yaxshi bilasiz. Qaysidir bir platformaga kirsangiz, YouTube'gami yoki o'sha Instagramgami vaqtni sezmay qolasizda. Vaqtingiz qanchalik oson o'tib ketganini bilmay qolasiz. U nazorat qilaman deyapti. Endi tasavvur qiling, bola bu narsani nazorat qilmaydi. U o'tiradi, o'sha soatlab vaqtini ijtimoiy tarmoqqa sarflaydi. Vaholanki o'shani ichida agar soatlab ketgan vaqtini taqsimlab chiqadigan bo'lsa, juda ko'p narsalarni amalga oshirishi mumkin. Bugun biz vaqt masalasida, aynan vaqt masalasida ham, o'sha mehrsizlik masalasida ham, o'sha bilimni o'rganishdagi qiyinchilik masalasida ham ming afsuski aynan telefonlarda juda ko'p ayb bo'lyapti. To'g'ri, telefonlar, bugun internet yaxshi masalalarda bizga yordamchi, lekin uni me'yordan oshirsak, u bizga dushman bo'lyapti. Keling shu ijtimoiy tarmoqlarda davom etamiz. Ijtimoiy tarmoqda hozir nima ko'p, bloger ko'p, nima ko'p, vayner ko'p. Jurnalistlar ham talagini chiqib o'zini fikrlarini qisqa reliz orqali beryapti yoki bo'lmasa umuman maqolalar orqali. Xo'p, sizda haqiqatni yetkazish yoki bo'lmasa auditoriyani o'zingizga jalb qilishingizda chegara bormi? Deylik, blogerlar haqiqat yetkazish bilan auditoriyani jalb qilishi chegara yo'q. Shunday. Vayinchilarda. U haqiqat u yo'lda tursin, boshqa qanaqa qilsa ham auditoriyani jalb qilish kerak. U auditoriya yig'ish kerak. Chegara qanday? Haqiqat yetkazish va auditoriyani jalb qilishda. Bizda albatta chegara bor. O'ziga yarasha juda yaxshi. Chegara deganda men o'sha haqiqatni aytish uchun bizga cheklov qo'yilgan demoqchi emasman. Baribir hamma narsani o'zini chegarasi borda. Bitta misol keltiramanda, yaqinda emas, bunga bir necha yil avval Ishtixon tumanidagi bog'chalardan biridan shikoyat xati tushdi-da. O'sha shikoyat xatida o'sha bolalar bog'chasidagi ahvol haqida biroz salbiy fikrlar bor. Men Ishtixon tumaniga borishdan oldin tumaniga borganimdan keyin birinchi navbatda bog'chaga bormadimda, o'sha oilalarga bordim. Ya'ni o'sha mahalladagi har bitta xonadonga kirib chiqdim. Endi har bitta desam xato yolg'on bo'ladi-yu. Bir 20 ga yaqin o'sha bog'cha oilalarga kirib chiqdimda, ana shu bog'cha haqida fikrini so'radim. Chunki bundan ortiq xolis fikr bo'lmaydi-da. Ular meni kimligimni ham bilishmaydi. Jurnalistim deb atamadim o'zimni. Mana shu bog'changiz haqida nima deb o'ylaysiz desam, shunaqa bir endi yaxshi fikrlarni aytishdi. Shunaqa bir mana bolam dedi 2 oy borib dedi, ancha yaxshi narsalarni o'rganyapti dedi-da. Undan keyin hayron qoldim. Nimaga bo'lmasam bunaqa jiddiy shikoyat xati tushdi. Bog'chaga bordim. Bog'cha mudirasi bilan gaplashdim. Bog'chada ishlaydigan o'sha opalar bilan gaplashdim. Ular yashirishmadi, eng qizig'i. Ular jurnalistligimni bilishdi, shikoyat xati bo'yicha kelganimni bilishdi. Haqiqatan ham mana shu kamchiliklar borligini o'zlari olib borib ko'rsatishdi meni.
Va aytishdiki, biz majburmiz shu narsaga. Bu bir necha yil oldin bo'lgan edi voqea. Chunki qish oylarida aholisi asosan mardikorlik bilan shug'ullanadigan mahalla ekan. Ya'ni yozda ishga chiqadi, qishda mavsumiy ishchi. Qishda ish yo'q. Biz deydi majburmiz deydi, bog'chamiz yopilmasligi uchun dedi, bog'cha pulini keskin kamaytiramiz qish oylarida dedi. Chunki agar yopib qo'ysak, qish oylarida masalan haqqimiz bor yopib qo'yishga, masalan to'lov qobiliyati yo'q ota-onalarda, keyin yana ochishga haqqimiz bor dedi, lekin shu ishni qilmaymiz, chunki hech bo'lmasa bola mana shu 2-3 oy ichida o'rgangan narsalarimiz bez ketmasin, yana to'xtab qolmasin degan ma'noda, tabiiyki bog'cha to'lov kamaygandan keyin uni ovqatida ham sifatida sal pasayish bo'ladi va boshqa masalalarda ham pasayish bo'ladi. Lekin ota-onalar eng qizig'i rozi. Bu qoidaga zid, har qanday qoidaga zid, lekin men o'sha maqolani, o'sha shikoyat xatini olib chiqmadim gazetaga. Kelib boshliqlarimga tushuntirdim. Men dedim, bu dedim bog'cha mudirasi o'ziga butun mas'uliyatni olib shu ishni qilyapti. Ota-onalar rozi shundan. To'g'ri, kamchiliklar bor, lekin men vijdonimga xilof ish qila olmayman. Bu shikoyat xatini egasi esa keyinchalik u haqda bildim. Uni o'zini manfaatlari bor ekan. Aynan shu bog'cha masalasida o'zini manfaatlari bor ekan. Lekin bu masalani olib chiqmadim. Ya'ni shunchalik kezi kelganda biz jiddiy o'zimizni vijdonimizni qarshisida ikkilanishlarga qolamiz jurnalistik faoliyatimiz davomida. O'sha masalani olib chiqib, vahima qilib olib chiqsam, juda katta obro' yig'ardim, juda katta aholini bir e'tirofiga sazovor bo'lardim aslida. Lekin bu masalani olib chiqmadim. Mana shunaqa holatlar juda ko'p bo'lgan. Umuman jurnalistik faoliyatimda biz u yoki bu tanqidiy masalani o'rganganimizda yoki o'rganib kelganimizdan keyin uni ommaga olib chiqish kerakmi yo yo'qmi? Yoki masalan keladi shunaqa oilaviy bir jiddiy nimalar, tushunmovchiliklar yuzaga kelgan deydi, olib chiqing deydi. Ochiqcha olib chiqing mana shu masalani deydi. Deylik o'sha qizlarni, yosh qizlarni zo'ravonligi. U masalani olib chiqish bilasizmi? Bir qaraganda bu ham bir kishiga bir yaxshi bir podpischik olib keladigan deylik yoki boshqa bir olib keladigan mavzular hammasi. Lekin uni olib chiqqandan keyin siz qizingizni taqdirini o'ylamaysizmi deyman. Bu qiz hozir hammaga mashhur bo'ladi deylik. Bu baribir qaysidir ma'noda o'sha tumanni aytsak hamma biladi. Shunaqa tumanda bir holat bor. Kimni aytishimizda hatto ismini aytmasak ham u kim ekanligini allaqachon hamma biladi. Shunaqa holatlar bor. Yoki o'sha boshqa bir masalalarda kelishadi, oilaviy bir kelishmovchiliklar, qaynona kelin o'rtasidagi kelishmovchiliklar. Xo'sh, shu kelishmovchiliklarni olib chiqsam, sizga mana shunaqa pluslari bo'lishi mumkin, lekin u pluslarni men bu olib chiqmasdan ham, masalani olib chiqmasdan ham hal qilish mumkin. Lekin olib chiqqanimdan keyin mana bunaqa minuslaringiz bo'ladi deb aytaman. Ochiqchasiga aytaman. Chunki buni tajribamdan ko'rdim. Bir necha marta o'sha muammoni bilasizmi? Olib chiqqanimizda keyin ayniqsa ba'zida yoshi kattalar kelishadi. Men shu muammom bor. Bilasizmi, keyin ko'pincha farzandlaringiz biladimi deb o'ylayman, deb so'rayman. Chunki farzandlari e'tiroz qilib kelgan holatlar bo'lgan. Nimaga siz meni otamni mana shunaqa muammosini olib chiqdingiz, sharmanda qildingiz bizni deb. Bu albatta kadr ortida, maqolani ortida bo'layotgan jarayonlar. Shuning uchun har qanday holatni tarozisiga qo'yamizda. Bu juda qiyin tarozi. Ba'zida uxlamayman, kunlab uxlamayman, o'ylayman, shunday qilsam to'g'ri bo'larmikan yo bir nechta mutaxassislar bilan maslahatlashaman, rahbarlarimiz bilan maslahatlashaman, hamkasblar bilan maslahatlashaman, keyin olib chiqamizda. Lekin bugun to'g'ri siz aytayotgandek ularni ham ayblamayman, u blogerlarni ham, chunki bugun mamlakatimizda o'sha ochiqlik siyosati, so'z erkinligi, aynan mana shu masalada ularni cheklab qo'yishni ham xohlamayman, ularni tanqid qilish orqalida. Chunki to'g'ri, ular ham qaysidir ma'noda xato qilyapti, lekin bu xatolarni ham mana e'tibor bering, bundan bir necha yil avval endi ijtimoiy tarmoqlarda aholi faol bo'la boshlaganda har qanday tanqidiy narsa chiqsa ura-urachilik kuchli edi. Bugun allaqachon bu narsa tindi, loyihalar tindi, odamlar allaqachon bila boshladi.
allaqachon aytishyapti-da, deylik, buni tekshirib ko'ringlar bu axborotni degan fikrlarni Shuhratgacha aytyapti. aholi faqatgina berilgan mahsulot bilan oziqlanayotdi. Shunday. Bugun allaqachon tahlil qilyapti, filtrlayaptilar. filtrlayapti. Bu juda yaxshi deb o'ylayman. Ehtiyot bo'linglar, bu fake xabar bo'lishi mumkin degan gaplar chiqyapti. Bu ancha media savodxonligimiz oshayotganidan darak beradi. Agar ochiqlikni bug'sak, so'z erkinligini bug'sak, shu blogerlarni ham bo'g'ib qo'ysak, hech qachon biz xohlagan natijaga erisha olmaymiz. Baribir o'sha blogerlarni ham mayli, xatomi, to'g'rimi, buni huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'zlari shug'ullanadi vaqti kelsa, lekin ularni so'z erkinligini bo'g'maslik kerak deb o'ylayman. Hozir gapirgan gaplaringizdan amin bo'lyapman-da. Gulruh Mo'minova mana shunaqangi sharoitlarda rahbariyatdan va hamkasblardan maslahat so'rashdan oldin birinchi vijdondan maslahat so'raydi. Albatta, albatta. Chunki ularning oldiga kirguncha o'zi ko'ngilda taklifim bo'lishi kerak. Bor. Ularni oldiga kirayotganimda allaqachon o'zimda ichimda bir taklifim bo'lishi kerak va uni o'zim uqtira olishim kerak. Shuning uchun uxlamay o'ylaymanda. Shuning uchun o'sha lekin tabiiyki bizdan tajribaliroqlardan maslahat so'rash baribir ham foydadan xoli bo'lmaydi. Ularning fikri kezi kelganda o'zimni fikrimni ham o'zgartirib yuborgan holatlar juda ko'p bo'lgan. Coco Chanel'da bir gapi borda, 30 yoshda o'zini chiroyli hisoblamagan ayol u ahmoqdir. Bu men oldin buni to'ppa-to'g'ri chiroyga borib taqalardimda, chunki haqiqatdan ham demak chiroyli bo'lish kerak. Yo'q, u Coco Chanel juda ham bir o'sha dizaynni, modani asoschilaridan biri. U ayol ichki ishonch haqida gapirganda, ya'ni ayol 30 yoshida o'ziga ishonmasa, u o'ziga ishonmagan ayol o'zini chiroyli hisoblamaydi hech qachon. Shu ma'noda aytmoqchimanki, endi hozir shu yoshdamanki, qaysidir illatlarni o'zgartirib, qaysidir fazilatlarimda maqtaydigan yoshda emasman deb o'ylayman. Allaqachon fazilatingiz pand bergan. Deylik, halollik bor, vijdon bor. Ko'ngilchanligim juda ko'p pand beradi. Juda ko'p joyga borsam, keyin juda ham ishonuvchanman. Aslida jurnalist ishonuvchan bo'lmaslik kerak, aslo. Jurnalist doim hamma narsadan shubha qilib turish kerak. Lekin menga afsuski, ayniqsa endi ishga kelgan paytlarim, ijtimoiy siyosiy gazetaga bundan bir 15 yillar oldin endi ishga kelgan paytlarim juda ko'p shunaqa holatlar bo'ladi. Rahbarimizga kelib, mana shunaqa holat bo'libdi, mana shu tashkilot rahbari shunaqa dedi. Sen shu gapga ishonib kelaverdingmi? deyishganda, bu jurnalist degani har qanday rahbar bergan faktni gazetaga olib chiqadigan odam emas, uni tekshirish kerak, uni bilish kerak. Aynan haqiqatan u hisobot to'g'rimi, noto'g'rimi borib odamlar bilan gaplashish kerak. Ana undan keyin maqola paydo bo'ladi deganda, mana shu ustozlarimiz mana shu o'gitda hali ham ikki qulog'imizda va uni agar bu o'gitni faoliyatimiz davomida qo'llamasak, pand yeymiz. Pand yemaslik uchun tabiiyki biz u o'gitlarni esdan chiqarmasligimiz kerak. Bugungi samimiy suhbat uchun sizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizning ishlaringizga, kasbiy faoliyatingizga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Rahmat. Sog' bo'ling.